Yana nima qildinglar? Tushukening ustidan dedi. Hozir men seni Baqirmaydigan ona bo'lish deydigan bo'lsak, bilasizmi, birinchi bo'lib nimani aytgan bo'lardim? Baqirmaydigan onani atrofida uni tushunadigan insonlar bo'lishi kerak avvalambor. Ayol kishi farzandiga mehr berishni juda ham istaydi va buning uchun u mehrga to'yingan bo'lishi kerak. Atrofidagi insonlar unga bosim o'tkazadigan bo'lsa, turmushida tinchlik, halovat bo'lmasa, yelkasida millionlab vazifalar yotadigan bo'lsa, albatta bunday ayollar asabiy bo'lib qoladi va alamini kimdan olishni boshlaydi? Uni uchun yo'lida chiqqan eng nimjon bo'lgan insondan, ya'ni farzandidan. Bunday vaziyatga ayollar tushmasligi uchun uni atrofidagi insonlar uni juda ham qo'llab-quvvatlashi lozim bo'ladi. Ya'ni qanday qilib baqirmaydigan ona bo'lish kerakligi to'g'risida keyingi reelsda batafsilroq yoritib beraman.